Grija mashig'i, ya'ni uy sharoitida. Hop. Telefonni men moslab olaman, boshlaymiz. Bo'yin umurtqa grijasiga, ya'ni bo'yin umurtqamizda uy sharoitida qo'llarimizga og'riqlar berayotgan paytda uy sharoitida plastina yordamida mana bo'yimizni orqasiga halqa qilib tashlab boshlaymiz. Qo'llarimizni spalniy kravatingiz bo'ladimi, so'rni chekasi bo'ladimi, shunaqa joyga kelib olamiz mana. Qo'llarimizni shunday qilamiz mana. Tirsaklarimiz bilan shunday qo'yib olgan holatda, shu holatda mana plastinani oldiga tortamiz. Plastinani oldiga tortamiz, o'zimiz nazat orqaga tashlaymiz. Ketdik, qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Zo'r mashq mana shu. Bo'yin griji kasalligiga chalingan bemorlar uy sharoitida shu bilan yo'q qilib yuborsa bo'laveradi. Tushundinglarmi? Lekin 1 millimetrgacha davolab olsa bo'ladi.